Assalomu alaykum. Uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 14-may 2026-yil. Biz yana bir xonadonimizni telefon ishini Farg'ona viloyati Marg'ilonda mana shunaqa go'zal holatda, skromniy holatda bitkazib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, har doimgidek video oxirida bu xonadonimizni to'liqligicha nech pulga bitkazib berganimizni albatta aytib o'taman. Video davomida Xudo xohlasa telefonga oid bir nechta ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Xonadonimizni mana shu ichkari shapka qismini boshidan oxirigacha taglari bilan birgalikda 3 qavatli qilib bitkazib berdik. Mana bu regellarga ulab ketganmiz. Bir xil nolda. Undan tashqari mana bu ochiq ayvonini telefon qilib berdik hamda darvozaxonasini mana bu regeli bilan birgalikda mana shunaqa zo'r holatda telefon qilib berdik. Xonadonimizni ochiq ayvoni hamda darvozaxonasiga mana shunaqa lyustralardan o'rnatib berganmiz. Hozirgi 2026-yilda yangicha chiqqan lyustramiz. Hurmatli obunachilar, buni bir donasini 170-180 dollardan o'rnatib bermoqdamiz. Bu high-tech fasollarga juda ham mos keladi. Bachkana fasollariga uncha tushmaydi. Ayniqsa mana shunaqa high-tech fasollarga bu lyustramiz qaranglar, juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqadi. Juda ko'pchilik yoqadigan fasonda bo'ldi. Bu xonadonimizning telefoni ham ko'rib baho beringlar. Mokri detallari mana bu chekadagi karnizlarimizga hamohanglikda bo'lgan, chekalari qosqon ko'rinishda bo'lgan, ya'ni oppoq rangda o'rtaga shaxmat qilib berganmiz. Shaxmatni ham mayda shaxmatdan qilmaganmiz, kattaroq shaxmatdan qilib bitkazib berganmiz. Endi mana bu lyustramizning ichidagi mokri detallar, ya'ni qora detallari, mana bu mokri detalimizga ishoninglar, juda ham kombinatsiya va chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Albatta sizning xonadoningizga borganda ham sizning xonadoningizning razmerlariga qarab, siz yoqtirgan fasonga biz ozgina o'zgartirishlar kiritib, xonadoningizni telefon ishini mana shunaqa chiroyli holatda chiqarib berishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanishingizni o'zi kifoya qiladi. Endi hurmatli obunachilar, ichkari shapka haqida gaplashadigan bo'lsak, buni bizni Andijonda shapka deb nomlaydi. Sizning viloyatingizda mana shu qosh joylarini nima deb nomlaydi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bu shapka qismlarimiz avval kalvali patoloy bo'lgandi. Biz uni chiqarib tashlamasdan qoplama qilib, ya'ni ustidan mana shunaqa zina qilib 4 qavat mokri karniz detalimizni aylantirib, 3 qavat kasetamizni aylantirib, mana shunaqa chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bu yerda juda ham uzun masofadagi joyimizni mana shunaqa chiroyli qilib qoplab berganmiz. Hurmatli obunachilar, uyimizga mos va xos holatda bo'lib chiqdi. Xudo xohlasa xonadonimiz polnisi devor qismlari remont bo'lgandan keyin ishoninglar, bu xonadonimizni telefon ham, ko'rinishi, dizaynlar ham juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lib chiqadi. Bu yerda hurmatli obunachilar, mana bu rombeyimizni to'rtburchak shaklda qo'yganimizga sabab, bu rombeyimizni burchakdan burchakgacha 170 sm bo'lganligi uchun hurmatli obunachilar, ayvonimizni endi sal ensizroq bo'lganligi uchun bu yerga to'rtburchak holatida tushirib berdik. Sizga mana shu to'rtburchak holatda tushgani yoqdimi yoki mana bunaqa uchburchak rombey holatida tushgani yoqdimi? Albatta bu haqida ham fikringizni kommentariyga yozib qoldiring, chunki sizning fikringiz aynan men uchun juda ham muhim, hurmatli obunachilar. Endi narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda 1 kvadrat metr telefonni barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Tunukamizdan qalinligi 0.4 qalinlikda bo'ladi. 12 yillik kafolatga ega tunuka, ya'ni 12 yil mobaynida tunukamizning rangi o'zgarib yoki bo'lmasam qanaqadir zanglash holatlari yuzaga kelsa, ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Biz zavodga bog'lanamiz. Xudo xohlasa mutaxassislar kelib tekshirib, tunukangizni almashtirib berishligi mumkin bo'ladi. Bizda shunday kafolatga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu xonadonimizning telefon ishi xonadon egasiga 3 ta yangicha ko'rinishdagi lyustrasi, telefon reyka samarez, leysa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda 3000 dollar atrofida bo'lib bitdi. Endi bu xonadonimizga qo'shimcha bitta xizmat qilib berganmiz, hosilaga ko'rsatib o'taman. U nima desangiz, mana bu jalyuzi pardalarni ham o'zimiz tayyorlab berdik, hurmatli obunachilar. Bu jalyuz pardalarni aynan shu akamiz uchun tayyorlab berdik. O'zi aslida bunga bizning vaqtimiz bo'lmaydi. Lekin siz ham bizdan iltimos qilib so'rasangiz, Xudo xohlasa sizga ham mana shunaqa jalyuz pardalarni tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Aynan Andijon telefon kanalini kuzatib boruvchi obunachilarimizga Xudo xohlasa tayyorlab beramiz. Qaranglar, jalyuzimiz ham juda ham zo'r holatda bo'lib chiqqan. Ayniqsa bundan havo aylanishi, bu yerda mana shunaqangi skvaznoy bo'lyapti. Ishoninglar, juda ham zo'r holatda havo aylanib turmoqda. Buni ustalar o'zlari qatirib berishdi. Biz esa tunikasini faqat tayyorlab berdik, hurmatli obunachilar. Bizni Andijon telefoni YouTube kanalimizga kuzatib boringlar. Xudo xohlasa men mana shunaqa qilgan ishlarimizni qo'ldan kelgancha har bittasini chiqarib sizlarga
ko'rsatishga harakat qilaman. Ba'zi joylarga ulgurmay qolyapman. Bundan xafa bo'lmaysizlar. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek.